Rus murojaat TV. Biz ko'rsatuvimizga yo'llangan murojaat yuzasidan Ishtixon tumani Tog'abek qishlog'iga yetib keldik. Aholining aytishicha, bu yerlik fuqarolar 80-yillarda qurilgan yo'ldan hozirgi kunda aziyat chekayotganligini aytishmoqda. Ishtixon tumani Dehqonobod mahallasiga qarashli Tog'abek qishlog'i. 1200 dan ziyod aholi yashaydi hozirgi kunga kelib. Lekin bir necha yillardan beri yo'limizda ahvolini mana ko'rib turibsizlar. Mana shu ahvolga kelib qolgan. Bu to'g'risida bir necha bor murojaat qildik, boshqa qildik yuqori tashkilotlarga. Masalan, open byudjetga qatnashdik. Open byudjetga qatnashganda ham qishloqdagi aholi sonining kamligi tufayli biz imkoniyat bo'lmadi. Bu to'g'rida tuman hokimligiga qishloq oqsoqollari bilan birgalikda murojaat qildik. Lekin tuman oqsoqoli bizga shunday javob berdiki, 2000 ta ovoz yig'salaringiz qishloqlaringga men turib o'zim yaxshi yordam beraman degan uni aytdi. Lekin Kim berdi u va'dani? Va'dan hokim tumanimiz oqsoqollariga. Lekin bizlar 2000 dan ziyodroq shunda ovoz yig'dik, darak bo'lmadi. Yuqori tashkilotlarga ham murojaat qilishdan bezib, axir sizlarga mana murojaat qildik. Ko'ramiz, bizlar ham eshitamiz, xalqimiz bolalar xohlaydi. Biz ham asfaltlarda yurishni xohlaymiz. Masalan, qishlog'imizda hozir 300-400 nafar o'quvchi mana shu qo'shni Kalog'osa qishlog'ida 27-maktab, Azamat qishlog'ida 9-maktabga qatnaydi, ikkiga bo'linib. Lekin birinchi sinfga o'qiydigan o'quvchilarimiz mana shu qishki kunda bu loylarda yurishi boshqa qiyin bo'lyapti. Murojaatimiz umuman javobsiz qolyapti-da. Bir necha bor chiqsak ham bir yuzaki murojaat, bilmayman. Murojaatchilarning ta'kidlashicha, 80-yillarda qilingan oxirgi ta'mirlash ishlaridan so'ng ularning muammolari bilan biror bir mas'ul qiziqmagan ham. Davlatga taqalib qolish kerak emas. U faqat davlatga yopish degan ma'noda gapirilmayapti bu yerda. Chunki faqat davlatdan so'rash emas, yo'q, xalq o'zi ham haligi masalan hashar yo'li bilan qilsa ham hech nimachilik joyi, faqat davlatga tingilib qolish kerak emas. Men mana shuni isboti sifatida, isboti o'laroq mana qarang, 2016-yilda shaxsan o'zim tashabbusim bilan, yana oqsoqollar tashabbusi bilan shopirlardan, qishloq aholisidan imkoniyat darajasida pul yig'ib, haligi bir 20-30 kamazday tosh to'ktirganmiz. Yo'llarni greder bilan olib kelib, ertak imkoniyat darajasida enliroq qilib, baliq sirt qilib, haligi yomg'ir suv yig'ilmasin deb shuni imkoniyat qilgandik. Lekin yashash boya aytganimizdek qurilish bo'ladi, kamazlar tosh keladi, boshqa bo'ladi, toshlarni chiqarib tashlaydi-da, keyin yana ko'lmak hosil bo'lyapti. Bizning qishlog'imizda maktab yo'q. Maktab yo'q. Mana bu qo'shni qishloqda, Kallaxosa qishlog'ida, keyin Azamat qishlog'ida maktab bor. Xohlaymizmi yo'qmi, bolalarimiz maktabga borish kerak-da endi. Endi xuddi haligi dejurlik gapday bo'lib qolmasin, lekin samim dili ham shunday. Boradi, maktabga borish kerak. Birinchi sinf boradi, ikkinchi sinf boradi, uchinchi sinf boradi. Qishda oyoqlar loy, hamma tomon jang degandek. Shu uchun endi sizlardan yordam, imkoniyat darajasida mana qo'lni o'zi uzoqqa hojat yo'q. Yo'lda shunday mana ahvolni ko'ryapsizlar. Qishda qanday bo'ladi yo'llar? Qishda loyga botib borib kelamiz, shu asfalt yo'qligi uchun oyoq kiyimlar kir, yirtilib ketadi. Urishami keyin ma'lumlar? Yo'q, urishmaydi. Bir-ikki paytlar ko'rib qolsa urishadi. Oyog'ing yuvib ketdimi deydi? Yo'q, oyog'ing yuvib ketmaydi, toza ketadi. Murojaatchilarning aytishicha, aynan 27-umumta'lim maktabi keladigan yo'lning ana shu qismida suv yig'ilar ekan. Aytishlaricha, bu yerdan yurishni qishda iloji yo'q. Ayniqsa, yomg'ir yoqqan vaqtda bu yerda tizzagacha suv bo'lar ekan. Bizlar Dehqonobod mahallasidamiz, Ishtixon tumanidan. Uzoq yillardan beri ko'chamizdan shikoyatimiz bor. Qishlog'imiz keksalari juda ko'p yillardan beri hokimiyatga boradi, shu yo'llarimizni o'xshatib bering deydi. Mana shu yo'llardan nevaralarimiz maktabga qanaydi, maktab hozir ko'rib kelgan bo'lsalaringiz. Mening ham nevaram bor, 2-sinf. Chang ko'chalarda yozda, qishda loy ko'chalarda juda qiynaladi. Zaman sharoitiga qarab sharoit og'ir, bolalarimizga qayta oyoq buyumlar olib borishga to'g'ri keladi. Maktabga ozoda kirishini xohlaymiz, lekin oyoq buyumini loy qilib boradi. Keyin maktabda tozalovchilari oyoqni tozalab kirdisa, sovuqda oyoq buyumlarni yuvishga to'g'ri kelib, shamollab qoladi. Agar skor chaqirsak ham, o'z vaqtida skorlar yetib kelolmaydi qishlog'imizga, yo'llar yomonligi uchun. Emlashlar bor qishlog'imizda ambulatoriya yo'q. Azamat zonada katta ipak yo'lining narigi tomonida ambulatoriya. Kelinchaklarimiz mashinalar kirmagandan keyin kolyaskalarda bolalarni ambulatoriyaga olib borib, bir emlashni olish uchun bolasini somollatib ham kelish holatlari juda ko'p bo'lyapti.
hokimiyatga qayta iltimos qilgan keksalarimiz borib. Men ham shu yildan 31 yil qannab shu loy ko'chalardan maktabda o'qituvchilik qilganman. Hatto yo'lda uydagi ko'nak halishim kiyib borib, maktab zonasiga borgandan keyin so'ngimdan oyoq kiyimimni chiqarib, boshqasini kiyib darsga kirgan holatlarim juda ko'p bo'lgan. Bu ko'chalar xalq hashari bilan shag'allashtirilgan, ammo dastur asosida qilinishi rejalashtirilgan asfaltdan esa darak haligacha yo'q. 15-yil bir qariyalarni chopdik bizlar. Doradilga bordik, boshqa 16-yilga dasturga kirgizib, kema ham ketdi, qima ham ketdi. Yana chopdik. Bu qolib ketdi 19ga kirdi. 19ga keldi, anida 300 metrda qilib, yana shuni pulini yeb ketdimi, yo'qib ketdi. Bolalarimiz maktabga keladi, suvdan o'tolmaydi, chakkalab o'tadi. Suvdan o'tolmaydi. Narg'i o'zimizni yo'llar ham shunday. Bir-ikki marta hokimiyatga bordik boboylar, 2 mashim bo'lib. Va'dani qildi, lekin bo'lmayapti-da ko'p yildan beri. Yo'qolib ketyapti shu. Qani keyin bizlarga ham shu yaxshiroq yo'l bo'lsa, qandasak, to'y marakalarda ham yura olmaymiz, safsin yurib bo'lmaydi. Mashim bo'lsa o'tamiz, mashim bo'lmasa o'tish qiyin. Murojaatlardan keyin biron kishi keldimi ko'rishga? Murojaatga hech kim kelgan yo'q. Hech kim. Bu yerda xabar ham olmaydi, chakka qishloq o'zi. Qaramaydi ham. Endi hokim bobomiz va'da qiluvdi, bilmadim endi. Manaqlar bo'lganda, bo'ldi, sizlarni qibiraman deb aytuvdi hokim bobomiz. Lekin bo'lmayapti-da shu. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, yillar davomida yo'llangan murojaatlar har xil bahonalar bilan yopib yuborilmoqda ekan. Biz mana shu yo'ldan qatnab, mana nevaralarimizni loyga botib, changga botishidan juda ham bezor bo'lib ketdik. Qo'limizdan kelganicha shag'allashtirdik, lekin asfalt qoplama qilishga xalqim charchab ketdi. Shu asfalt qoplamasini qilib beringlar deb biz 2000-yildan beri murojaat qilamiz. Shuncha yildan beri faqat dasturga kiradi, lekin amalda yo'q. Endi hokim bobo xafa bo'lsa ham to'g'risini aytaman, prezidentimiz Shavkat Miromonovich soliqdan tushgan pulni 10%ni tuman hisobiga qoldirilsin degan joyi bor. Lekin bizni kunbotar hududda turamiz, azamat hududi, katta hudud tumanda. Lekin mana shuncha yildan beri hali biron marta shu 10% puldan bizga ishlatilgani yo'q. Na yo'l remonti, na maktab, na desat, qurish boshqa. Nahotki endi bizga shunchalik o'gay ko'z bilan qarasa, bizlar ham o'gay emas-ku, shu tuman xalqini farzandlarimiz, shular uchun chopamiz. Shu yo'l masalasida men chiqmagan joy qolmadi. To'g'risini aytaymi? Prezident virtual qabulxonasiga mana shu oxirgi sentyabrdan hisoblasam 32 marta chiqqanman. Yo'l, bog'cha, maktab, sevet to'g'risida. Lekin biron marta natija bo'lmagan. Mana yaqinda 9-sentyabr kuni hokimda qurilish bo'yicha ma'uni bor ekan, ismi familiyasini ham aytmadi. Keldida meni qarshiligimga qarshi videoga olmasang oldi. Rasmga oldi. Meni nevaramdan kichkina bola shunchalik meni aldab ketdi. Nima emish, opim byudjet qilib beramiz. Bizning qishlog'imizda o'zi bor yo'g'i 1150 kishi yashaydi. 1 yoshdan 80 yoshgacha. 180 ta aholi bor. 60 ming bo'ldi. 60 million yig'di 2 marta. 120 million ketdi. O'tolmadik bizlar. Chunki endi bizlarda ilojimiz yo'q boshqa. Shuning uchun men sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos. Hozir mana yog'ingarchilik boshlanadi, noyabr, dekabr. Shuni iloji boricha tezlatib, shu noyabrda boshida mana shu asfalt qoplamasi qilib bersa. O'zi bor yo'q ko'rdilaringiz 1 kilometr yo'l. 1 kilometr. Yarimi 27-maktabga boradi qishlarimiz bolalarini, yarimi 9-maktabga boradi. Ota-onalar ham toza nima qiladi? Qulmat bobo, siz yoqda yurgansiz, bu yoqda yurgansiz, iltimosini talab qiling deydi. Hokimga boramiz, boboylar bilan bular allaveradi. Sizlardan iltimos, shu 1 kilometr yerimizga asfalt qoplamasi qilib bersalar, faqat tezroq, chunki bu yil ham loy kechmaylik. Iltimos sizlardan. Xush, aholining yozgan xatlari, yuborgan murojaatlari
mas'ullar tomonidan o'rganib chiqilganmikin? Dehqonobod mahallasidagi 3 ta qishloqni to'liq ta'mirlash uchun prezidentimiz tegishli qarori chiqqan. Ya'ni 28-mart 2024-yilda PQ 141-sonli qaror chiqqan. Shu qarorda shu mahalladagi ko'rsatilgan hamma ish turlari, masalan, qurilish, ichimlik suvi, yo'l qurilish, ijtimoiy soha, tungi yoritish chiroqlar bilan to'liq qamrab olib, xatlovdan o'tkazib biz berganmiz. Mahallani jamoatchilik fikrining asosida hammasini qilib berganmiz. Faqat bu hozir qurilish ishlari uchun dastlabki loyiha smeta hujjat ishlari olib borilmoqda. Loyiha smeta hujjatlari yakuniga yetgandan so'ng hozir bizda respublikamizda shaffof tizimi bor. Aniqrog'i auksionga qo'yiladi. Auksion orqali pudratchi tashkilotlar tanlanib olinadi. Shunda ham yo'l qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu qishloq, Tog'aybek qishlog'i ichimlik suvi ko'rsatilgan. Sizga hammamizga ma'lumki, ichimlik suvi tarmog'i tortib bo'lgandan so'ng keyin yo'l qurilish ishlari olib boriladi. Bu 26 va 27-28-yil davomida olib boriladigan ishlar. Qariyb 20 milliardga yaqin pul mablag' ajratilgan. Faqat loyiha smeta ishlari olib borilyapti hozir. Ish turiga qarab. Ishlar qachon boshlanishi ko'zda tutilgan? Ishlar boshlanishi agar yo'l bo'ladigan bo'lsak, yo'l qachonki tarmoq, ichimlik suvi tarmog'i tortib bo'lgandan keyin yo'l qurilishlari boshlanadi. Sababi tarmoq yo'l tarafidan yangi asfalt qilinganda yoki ta'mirlangan yo'lni yana kovlab tarmoq tortish bu nima desa bo'ladi? Yo'lni yana ham ta'mirlanishga olib kelishi mumkin. Hozir aytilyapti-da, otaxonlar aytyapti, necha marta dasturga kiritildi deb bizga va'da berildi, lekin dastur qolib ketdi deyishyapti-da. Dasturga kiritilganligidan hech qanday ma'lumotga ega emasman. Sababi mana bu 21-yildan open byudjet yoki tashabbusli byudjet asosida xalq o'zining fikri yoki ovoz to'plab o'zi g'olib bo'lib ichki yo'llarni remont qilib ta'mirlatyapti. Bu yo'l bo'lsa byudjetdan mablag' hisobidan bo'ladi. 100% hamma ko'chaga asfalt bo'ladi. Asal degan bilan og'iz chuchimaydi deyishadi. Umid qilamizki, berilgan va'dalar o'z vaqtida bajarilib, tog'aybekliklarning ko'p yillik orzulari amalga oshirilar. Aks holda yozda chang, qishda loy bo'ladigan ko'chalar xalqni azoblashda davom etadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Rahimov, Samarqand.